Yaxshimsizlar do'stlar, bugun oilada etish oson, yeyishlik bo'lgan bolalarimiz yoqtirib yeydigan rojamo tayyorlash darsini olib keldim. 300 gram unga 3 gram echitqu, 3 gram oq shakarni quyib, 200 gram qaynoq suv bilan xamir yo'g'irib tayyor qilib olamiz. 1 soat atrofida tindirish qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz o'zidan 2 kaschilik ko'pgandan keyin xamirimizni videoda ko'rsatilgan bo'yicha, ya'ni oilada mo'mi qilganga o'xshash hamma xamirni mushalatda tayyor qilib olamiz. Qozonimizga muvofiq miqdorda may qo'yib, xamirlarni silib, asti-ustini tekshib pishirib elib olamiz. Mushalatda pishirsak bo'ladi. Tegi tuz qozon bo'lsa intayin yaxshi. Bir qachimizga to'g'rab tayyor qilib olgan go'sht, ko'k qizil laza, zira, kavovichin talqini, tuz, yoqtirishimizga asosan xavyo, lavchu, achchiq suv, kraxmal, laz uni, laz qiyamini qo'yib, tekshib aralashtirib, qozonimizga may qo'yib, yaxshi qo'rib, pishirib elib olamiz. Ondan pishirib elib olgan mo'milarniki o'ttirsini kesib, arasiga bayam tayyor qilib olgan qiymalarni silib iste'mol qilsak bo'ldi. Yoqtirgan do'stlar, oilada etib sinab beqinglar. Qo'llash yuzdan inkas rayoniga 6 raqamni yo'llab qo'yib, yurak berib saqlab